rahmatullohi va barakatuh. Mana Ravza-i Mutahharoga mana tekshiruvlardan o'tib hojilarimiz bilan mana birgalikda mana kelishyapti. Mana hammalari Ravza-i Mutahharoga mana salovatlarni aytib, mana hujjatlarni aytib kelishyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojilarimiz bilan birgalikda Alloh taolo nasib qilib mana Ravza-i Mutahharoga mana kirib ketyapmiz. Alloh taolo o'zi oson qilsin. Siroj aka moldek qo'shib olasiz, hoji aka. Siroj aka bilan chet. Siroj aka, hoji akam qo'shinglar. Qo'shilib olaylar mana. Hoji akalarimiz hammalari birgalikda. O'tkazib yuboringlar. Mana Ravza-i Mutahharoga birgalikda mana Alloh taolo barcha qiladigan ibodatlarini, ziyoratlarini qabul qilsin. Duolarini ijobat qilsin hammalari. Mana Ravza-i Mutahharoga kelishyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hojilarda to'xtab turinglar, kelyapti qora aka. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana hojilarimiz hammalari mana Ravza-i Mutahharoga kirib ketishyapti. Mana hammalari birgalikda mana tekshiruvlardan o'tishib. Salafandan bitta ovozlarni tapchiqdan savolasizlar, ha? Salafan olinglar. Bitta olinglar. So'rasizlar, tapchiqalar savolasizlar. Ichiga. Savolasizlar. Shukran habibi. Shukran. Mana hammalari Ravza-i Mutahharoga mana hoji akamizni Ravza-i Mutahharoga. Shu aravani qo'shib olaylik, arava oldida emas. Arava. Qo'shilib olasiz, yursa qo'shilib olasiz, ha? Hoji aka, yurganda qo'shilib olasiz. Dostonga bizda bitta arava bor. Qo'shilib oladi. Mana hoji akamizni Ravza-i Mutahharoga olib kirib ketamiz. Hozir yurganda hoji aka sho'rma shunda qashishdan o'g'ri. Mana malari. Aravani oldingi qatorga qo'yadi. Oldi qatorda qilib namoz o'qiyverasizlar. Hoji aka birgalikda oldi nima qilib, billa hoji akam bilan nafil namozga niyat qilib, asrda xudo xolasa o'sha yerda o'qiymiz Ravzaning ichida. Ha, o'sha yerda o'qiymiz xudo xolasa. Sekin bemalol asrgacha kirib boramiz xudo xolasa. Akam raso yaxshi xizmatlar bilsangiz, odamga suv bo'shi ham shu rajoma biyo juda xizmatga beminnatchi. Hammash bu. Orada mana peshim ham hammash bu qazonmoqchi. Alloh qonaq yo'q, xo'p nazik. Juda xizmatchimiz beminnat rahmat. Rahmat. Xo'p bisyor shangir. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Bir nimaga kelaversin. Amin. Beminnat xizmatlar. Rahmat. Yaqinga joylashgan mehmonxonalar. Yaxshi ovqatlar. Rahmat. Hammasiga beadad shukr. 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 Ravza-i Mutahharoga kiryapmiz. Bismillah. Salatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Salatu vassalamu alayka ya Habibulloh. Salatu vassalamu alayka ya Nabiyulloh. Salatu vassalamu alayka ya khayru xalqilloh. Salatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Salatu vassalamu alayka ya Habibulloh. Salatu vassalamu alayka ya Nabiyulloh. Salatu vassalamu alayka ya khayru xalqilloh. Oldiga yuraveramiz, hoji aka. Hoji aka bor. Keling baq hoji aka. Yuring. Ket.
mana namozlarda o'qib duolarda Alloh nasib qildi mana Alloh taolo Nasıl kuşlu amalı bacarmış kadar. Alloh qabul qilsin. Amin. Alloh qabul qilsin. Ahli guruhdan minnatdorım. Bekam kuz bizlar ondim hamma şey. Xudoga shukr. Hamma nasib qiladi. Hamma Ravza Umada namozxondan. Mana hamma degan umum musulmon hamma shu nasibat. Amin. Amin. Mana hojalarimiz. Nasıl xursand edim. Rahmat. Amin. Amin. Mana Ravza Mutahharada duo qilishyapti. Mana hammalarni chaqirishyapti. Mana duo qilishyapti. Alloh taolo ijobat qilsin. Alloh taolo ijobat qilsin duolarini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ravza Mutahharaga hojilarimiz bilan kirib mana hammalarning haqlariga mana ulug' joylarda, aziz joylarda duo qilamiz. Parvardigori olam bizning yurtlarimizni tinch qilgan, vatanlarimizni tinch qilgan har xil balolardan, Sizga rahmat. ofatlardan, shikastlardan yurtlarimizni bizning saqlagan, yurtlarimizga Allohim mana yomg'ir barakosini bizga bergin, rahmatli yomg'irlardan bergin, foydali yomg'irlaringdan bergin. Allohim yurtimizda jami mo'min musulmonlarni o'zing panohida saqlagan, hammalarini bu ulug' joylarga kelib ibodat qilishini Alloh taolo mana ulug' joylarda, aziz joylarda duo qilyapmiz. Allohim farzand yo'llarga xazinasidan bir chiroyli, ahli solih, soliha farzandlardan ato qilgin. Allohim mushkuli bolalarni mushkulini oson qilgin. Allohim yurtimizda jami bemorlar dardiga shifo bergin. Farzi bolalarni farziga najot bergin, mushkuli bolalarni mushkulini oson qilgin. Allohim safardagilarni safarlarini xayrli qilgin. Sog' salomatgacha sog' salomat ishlab hammalari yorug' yuz bilan vatanga kirib kelishlarni Alloh hammalariga nasib ro'za aylagin. Hojilarimizning barcha qilgan ibodatlarini, duolarini Alloh o'zi qabul qilsin. Sallallohu ta'ala ala Muhammadin va ala alihi va rahmatika ya rahmat. Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojilarimiz bilan birgalikda Ravza Mutahharaga kirib mana birgalikda hammalarni duo qildik hojaka. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Hojaka duo qiling. Amin. 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 Allohu akbar. Mana Ravza Mutahharada mana hammalarini duo qilishdi hojakalarimiz mana Payg'ambar alayhisolamning muborak minbarlari mana ulug' joylarda, aziz joylarda Alloh taolo yana yetkizsalar, yana kelib ana shunaqa ravzalarda namozlarda o'qidik mana birgalikda. Rahmat, rahmat, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojakalarimiz bilan birgalikda mana Ravza Mutahharada mana namozlarni o'qib chiqyapmiz mana. Alloh taolo qabul qilsin hammalarni o'qigan namozlarini, duolarini. Zamzamdan olinglar mana. Zamzam suvdan beryapti. Olinglar. Haqiqiy mana zamzam. Shukran. Shukran habibi. Shukran. Olinglar bitta olinglar sizlarni mana. Zamzam suv haqiqiy zamzam. Zamzam vaqti. Hojilarimiz bilan hammalarimiz bilan zamzamlarni olib mana birgalikda chiqyapmiz. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Bu Ravza Mutahharaga kelib namozlarda o'qishlikni, duolarda qilishlikni, Payg'ambar alayhisalomga salom berishlikni Alloh taolo hammalariga nasib qilsin. Mana hojakalarimiz bilan kirib mana hammalari birgalikda namozlarda o'qib chiqyapmiz. Sog' bo'ling. Xizmatdan charchamang. Rahmat.